Xudo xohlasa yengil DTP bilan Sangyon Torres elektromobil mashinamiz 2024 11-oy O'zbekistonga prixod. Mashinamiz neobitniy ranglarda. Xudo xohlasa mashinamizda kraskalar tegmaydi. Shu oldi bamper almashadi, orqasidan hop mashina ham orqa bamperlari alishadi. Shu bilan mashinamiz nahodu bo'ladi. Xudo xohlasa faralari hamma joylari joyida. Mashinamizda hattoki orqa salafonlarni ham hali olmagan ekan. Xudo xohlasa o'zingiz olib chiroyli qilib haydaysiz. Mashinamiz xudo xohlasa o'ta zo'r silipoy zonalari bor. Faralarga ajoyib alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Uzun chiqqan faralari. Xudo xohlasa. Mashinamiz ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, elektronika sideniya. O'ynaklarimiz hammasi elektronika, hattoki torpedalari ham Pojinning. Alohida uzun monitor, cruise control, climate control. Xudo xohlasa mashinamiz 53 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Skorserga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Hammasi elektronika. GPS провод nazoratli, Type-C устройство. Hamma funksiyalari bor. Orqa funksiyalari, patololari qora rangda. Xudo xohlasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqing. O'zbekistonga dostavkasi bilan bu mashinamizni biz 15.200 dollarga yetkazib olib beramiz. Rastomoshkasi примерно 6.5 ming 7 ming dollar atrofida chiqadi. Xudo xohlasa chiroyli qilib haydasanglar bo'ladi. Xitoy mashinalaridan o'ysuliga otdiq. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqing. Xudo xohlasa chiroyli yuklab jo'natib beramiz.